Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, onaxonlar va otaxonlar. Men bugun sizga juda muhim, zudlik bilan e'tibor berilishi kerak bo'lgan masalani tushuntirib bermoqchiman. Bu gap faqat bir guruh odamga emas. Barcha pensionerlarga, pensiya olayotgan oilalarga, pensioner ota-onasiga yordam berayotgan farzandlarga ham tegishli. Agar siz pensiya olsangiz, yaqinlaringiz pensiya olsa yoki hujjat, bank kartasi, plastik nafaqa, qayta hisoblash, ish staji, telefon orqali keladigan xabarlar bilan bog'liq savollaringiz bo'lsa, bu ma'lumotni oxirigacha tinglang. Chunki oddiy bir e'tiborsizlik pensiya kechikishiga, noto'g'ri hisoblanishiga yoki firibgarlar qo'liga tushib qolishga sabab bo'lishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday muhim tushuntirishlarni oddiy tilda, amaliy misollar bilan berib boraman. Avval pensiya masalalarida ko'p narsa qog'oz hujjatlar, navbatlar, idoraga borish, ma'lumotnoma yig'ish orqali hal qilinar edi. Pensioner biror o'zgarish bo'lsa, masalan, bank kartasi almashtirilsa, yashash manzili o'zgarsa, ish staji bo'yicha yangi hujjat topilsa yoki pensiya miqdori bo'yicha shubha tug'ilsa, ko'pincha o'zi idoraga borib ariza yozib kutib yurardi. Ko'p odamlar qaysi hujjat kerakligini bilmagani uchun bir necha marta qatnashga majbur bo'lardi. Ayrim hollarda pensiya o'z vaqtida tushmaganda odamlar bankni ayblardi. Bank esa pensiya jamg'armasiga murojaat qiling derdi. Natijada pensiyalar sarson bo'lardi. Hozir esa tizim ancha raqamlashtirilgan, ma'lumotlar elektron bazalarda tekshiriladi. Pensiya to'lovlari bank kartalari orqali amalga oshiriladi. Ayrim ma'lumotlar idoralar o'rtasida avtomatik almashadi. Bu yaxshi tomoni. Lekin o'zgarish bor joyda yangi xavflar ham paydo bo'ladi. Masalan, telefon orqali pensiyangiz oshdi, kartangizni tasdiqlang, kompensatsiya chiqdi. Kodni ayting. Yangi ro'yxatdan o'tmasangiz pensiyangiz to'xtaydi degan gaplar bilan aldovlar ko'paygan. Yana bir muhim jihat, elektron bazadagi xato yoki eski ma'lumot vaqtida tuzatilmasa, pensiya miqdori noto'g'ri ko'rinishi, to'lov kechikishi yoki qayta hisoblash cho'zilishi mumkin. Men ekspert sifatida eng avvalo shuni aytaman. Bugun pensioner faqat pensiya tushganini kutib o'tirmasligi kerak. Har bir pensioner o'z huquqini bilishi, pensiya miqdorini tekshirishi, kartasi va telefon raqamini himoya qilishi, hujjatlardagi ma'lumotlar to'g'ri ekaniga ishonch hosil qilishi kerak. Bu vahima qilish degani emas. Bu o'z pulingizni, mehnatingiz bilan topgan haqingizni himoya qilish degani. Birinchi navbatda kimlar albatta e'tiborli bo'lishi kerak? Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, pensiyangiz birinchi marta tayinlangan bo'lsa, ish stajingiz ko'p joylardan iborat bo'lsa, eski mehnat daftarchangizda yozuvlar noaniq bo'lsa, sobiq korxonangiz yopilib ketgan bo'lsa yoki arxidan ma'lumotnoma olgan bo'lsangiz, pensiya hisobingizni albatta tekshirtirishingiz kerak. Chunki pensiya miqdoriga ish staji, ish haqi, imtiyozli davrlar, hujjatlarning to'g'ri kiritilishi ta'sir qiladi. Masalan, bir otaxon 30 yil ishlagan. Lekin mehnat daftarchasida 5 yillik davrda korxona nomi o'zgargani to'liq ko'rsatilmagan. Elektron hisobda esa faqat 25 yil ko'rinib qolgan. Agar otaxon bunga e'tibor bermasa, har oy kamroq pensiya olishi mumkin. Tasavvur qiling. Farq oyiga beduetdan 1000 so'm bo'lsa, bir yilda 1 million 800 ming so'm bo'ladi. Bu pensioner uchun juda katta pul. Shuning uchun mayli tushyapti-ku deb befarq bo'lish to'g'ri emas. Ikkinchi misol. Bir onaxon pensiyasini bank kartasiga oladi. Telefoniga kimdir qo'ng'iroq qilib, sizga qo'shimcha 600 ming so'm yordam puli chiqdi. SMS kodni ayting, ro'yxatdan o'tkazamiz deydi. Onaxon ishonib kodni aytadi. Firibgar kartaga ulangan ilovaga kirib pulni yechib oladi. Keyin onaxon bankka boradi, lekin pul allaqachon boshqa hisobga o'tkazilgan bo'ladi. Men bu yerda juda qat'iy aytaman. Hech qaysi rasmiy tashkilot sizdan telefon orqali bank kartangizning to'liq raqamini, amal qilish muddatini, SMS kodni, PIN kodni so'ramaydi. Agar so'rasa, bu rasmiy xodim emas, firibgar bo'lish ehtimoli juda yuqori. Uchinchi misol. Pensioner boshqa tumanga ko'chib o'tadi, lekin ro'yxat, yashash manzili, bank filiali yoki aloqa raqami bo'yicha ma'lumotlarni yangilamaydi. Keyin to'lov bo'yicha savol tug'iladi. Xabarlar eski raqamga boradi. Chaqiruv yoki bildirishnoma yetib bormaydi. Bunday vaziyatda odam menga hech kim aytmadi deydi. Lekin amaliyotda ko'pincha ma'lumot bazada eski qolgan bo'ladi. Demak, ko'chgan telefon raqamini almashtirgan. Familiyasi o'zgargan yoki bank kartasini yangilagan,
Pensiyani albatta ma'lumotlarni tekshirtirish kerak. 4-misol, ayrim pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Bu holatda ham ayrim nozik jihatlar bor. Ishlayotgan pensionerning soliq, ish haqi, shartnoma, mehnat munosabatlari bo'yicha ma'lumotlari to'g'ri yuritilishi muhim. Chunki keyinchalik qayta hisoblash yoki qo'shimcha staj masalasida hujjat kerak bo'lishi mumkin. Men ishlayapman, baribir pensiyam tushyapti deb o'ylash yetarli emas. Ish beruvchi sizni rasmiy ravishda yuritayotganmi? To'lovlar to'g'ri aks etyaptimi? Shuni bilish kerak. Kimlar juda xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, hujjatlaringizda o'zgarish bo'lmasa, sizga shubhali qo'ng'iroqlar kelmayotgan bo'lsa ham, baribir kamida vaqti bilan tekshirib turish foydali. Xavotir olmaslik mumkin, lekin befarq bo'lish mumkin emas. Pensiya bu sovg'a emas. Bu sizning yillar davomida qilgan mehnatingiz, qonuniy huquqingiz. Pensiya miqdori oshishi, indeksatsiya, qo'shimcha to'lovlar yoki ijtimoiy yordamlar haqida gap ketganda ham odamlar ko'p adashadi. Ko'pincha mahallada yoki internetda hammaning pensiyasiga falon pul qo'shilibdi. Bugundan boshlab barcha pensionerlarga yangi to'lov beriladi degan gaplar tarqaladi. Men har doim tavsiya qilaman. Bunday xabarni eshitganingizda darhol ishonib ketmang. Avvalo rasmiy manbani tekshiring. Pensiya jamg'armasi, bank, mahalla, davlat xizmatlari markazi yoki rasmiy hukumat manbalari orqali aniqlang. Telegramdagi noma'lum kanal. Telefon qilgan begona odam yoki qo'shnim aytdi degan gap huquqiy asos bo'la olmaydi. Endi qoidalar ichidagi istisnolar ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik joylar haqida gapiraman. Birinchi nozik jihat. Pensiya avtomatik tushayotgani hamma narsa to'g'ri degani emas. Ba'zida to'lov bor, lekin hisob-kitobda kamchilik bo'lishi mumkin. Masalan, imtiyozli staj hisobga olinmagan, bolani parvarish qilgan davr noto'g'ri kiritilgan. Harbiy xizmat yoki zararli mehnat sharoitidagi ish davri tasdiqlanmagan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda pensioner hujjat topshirsa, masala qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin hujjat bo'lmasa, faqat og'zaki men ishlaganman deyish yetarli bo'lmaydi. Ikkinchi nozik jihat, eski korxonalar yopilgan bo'lsa, umidsizlikka tushmang. Ko'p odamlar korxonam yo'q, demak stajimni isbotlay olmayman deb o'ylaydi. Aslida arxiv hujjatlari, mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotlari, buyruqlar nusxalari, kasaba, uyushma yoki boshqa saqlangan hujjatlar yordam berishi mumkin. Ayrim hollarda sud tartibida ham mehnat faoliyati faktini tasdiqlash masalasi ko'riladi. Men bu yerda har bir vaziyat alohida o'rganilishini ta'kidlayman. Muhimi, qo'lda bor hujjatlarni tashlab yubormaslik va endi kech deb o'ylamaslik. Uchinchi nozik jihat, bank kartasini boshqa odamga berish. Juda ko'p pensionerlar kartasini farzandiga, nevarasiga yoki qo'shnisiga berib qo'yadi. Ba'zan bu ishonchli yordam bo'lishi mumkin. Chunki odam o'zi bankomatga bora olmaydi. Lekin xavfi ham bor. Karta bilan birga PIN kod berilsa, pulni kim, qachon, qancha yechganini nazorat qilish qiyinlashadi. Oilada tushunmovchilik chiqishi mumkin. Men maslahat beraman, agar yordam kerak bo'lsa, yaqin inson bilan birga bankka boring, rasmiy ishonchnoma, mobil ilova cheklovlari, SMS xabarnoma kabi xavfsiz usullarni tanlang. Pul masalasida faqat og'zaki ishonchga tayanish keyin og'ir oqibatga olib kelishi mumkin. 4-nozik jihat, telefon raqami. Bugun bank kartasi, SMS tasdiqlash, ilova ko'plab xizmatlar telefon raqamiga bog'langan. Agar pensioner eski sim kartani ishlatmasa, raqam boshqa odamga o'tib ketishi yoki yo'qolishi mumkin. Shunda kartaga bog'liq xabarlar xavf ostida qoladi. Shuning uchun pensioner o'z nomidagi faol telefon raqamidan foydalangani yaxshi. Agar raqam farzand nomida bo'lsa, bu ham ba'zan muammo tug'diradi. Ayniqsa bankda tasdiqlash kerak bo'lsa. 5-nozik jihat, men savodsizman, bilmayman deb huquqdan voz kechmaslik. Men oddiy odamlarga har doim shuni aytaman. Qonuniy masalani bilmaslik uyat emas. So'ramaslik va tekshirtirmaslik zarar keltiradi. Agar sizga tushunarsiz javob berishsa, yozma javob so'rang. Agar og'zaki aytilgan gapga ishonchingiz komil bo'lmasa, ariza bilan murojaat qiling. Yozma murojaatning kuchi boshqacha. Chunki unga rasmiy javob berilishi kerak. Yana bir muhim tuzoq. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqaladigan hamma pensionerlarga pul tarqatilmoqda. Mana bu havolaga kiring degan xabarlar. Bu havolalar ko'pincha soxta bo'ladi. Siz havolaga kirib karta ma'lumotlarini yozsangiz, pulingiz yechib olinishi mumkin. Men oddiy qoidani aytaman. Pul beradigan haqiqiy davlat xizmati
hech qachon shubhali havola orqali sizdan karta paroli yoki SMS kod so'ramaydi. Agar rostdan yordam puli bo'lsa, bu haqda rasmiy idoralar, mahalla yoki bank orqali aniq tartibda xabar beriladi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Bugun pensioner nima qilish kerak? Birinchi qadam, pensiya tushadigan bank kartangizni tekshiring. Karta muddatda tugamaganmi? SMS xabarnoma ulanganmi? Telefon raqamingiz to'g'rimi? Kartani faqat o'zingiz yoki ishonchli rasmiy vakilingiz ishlatyaptimi? Agar kartangiz muddati tugayotgan bo'lsa, oldindan bankka boring. Oxirgi kunni kutmang. Chunki karta almashtirish cho'zilsa, pul tushsa ham foydalanishda qiyinchilik bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, pensiya miqdorini nazorat qiling. Har oy qancha pul tushyapti? O'tgan oy bilan farq bormi? Qo'shimcha to'lov bo'lsa nima uchun berildi? Kamayish bo'lsa nima sababdan kamaydi? Shuni yozib boring, oddiy daftar tuting. Masalan, oy nomini yozing, tushgan summani yozing. Bankomatdan yechgan summani yozing. Bu juda sodda ish, lekin keyin nizo chiqsa yoki tushunmovchilik bo'lsa, sizda dalil bo'ladi. Uchinchi qadam, hujjatlaringizni bir joyga jamlang. Pasport yoki ID karta nusxasi, mehnat daftarchasi, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi ma'lumotlari, ish staji bo'yicha arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi haqidagi hujjatlar, nogironlik yoki imtiyoz bo'yicha hujjatlar. Nikoh yoki familiya o'zgargan bo'lsa, tasdiqlovchi hujjatlar alohida papkada tursin. Men ko'p ko'rganman. Odam haq, lekin hujjatini topolmagani uchun isbotlashga qiynaladi. Hujjat tartibi pul tartibi degani. 4-qadam. Agar pensiya miqdori bo'yicha shubhangiz bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki vakolatli idoraga murojaat qiling. Murojaatda shunday mazmunda yozish mumkin. Mening pensiyam tayinlanishida ish stajim va ish haqi ma'lumotlarim to'liq hisobga olinmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Agar aniq davr bo'yicha shubha bo'lsa, o'sha yillarni ko'rsating. Masalan, 1997-yildan 1993 yilgacha falon korxonada ishlagan davrim hisobga olinganini tekshirib berishingizni so'rayman. Murojaat aniq bo'lsa, javob ham aniqroq bo'ladi. 5-qadam, shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, suhbatni darhol to'xtating. Agar kimdir kodingizni ayting, kartangizni tasdiqlang, hozir aytmasangiz pulingiz kuyadi desa, bu xavfli belgi. Hech qachon shoshilmang. Telefonni qo'ying. Bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling yoki yaqinlaringiz bilan maslahat qiling. Firibgarlarning asosiy quroli shoshirish va qo'rqitishdir. Ular zudlik bilan, hozir, aks holda degan so'zlar bilan odamni o'ylashga qo'ymaydi. Siz esa aksincha to'xtab tekshirib, keyin qaror qilishingiz kerak. 6-qadam, agar pulingiz kartadan yo'qolgan bo'lsa, vaqtni boy bermang. Darhol bankka qo'ng'iroq qilib kartani blok qildiring. Keyin bankka yozma ariza bering. Zarur bo'lsa, ichki ishlar organlariga murojaat qiling. SMSlar, qo'ng'iroq raqamlari, chek yoki ilova tarixini saqlang. Uyalaman. O'zim aybdorman deb yurib qolmang. Firibgarlikda jabrlangan odam yordam so'rashga haqli. 7-qadam, farzandlar va nevaralarga ham bu ma'lumotni yetkazing. Ko'p pensionerlar telefon, ilova, SMS kod, havola nimaligini yaxshi tushunmasligi mumkin. Bularning aybi emas. Zamon tez o'zgaryapti. Farzandlar ota-onasiga faqat pul yechib berish bilan emas, xavfsizlikni tushuntirish bilan ham yordam berishi kerak. Men har bir oilaga tavsiya qilaman. Ota-onangizning kartasi qaysi raqamga ulangan? SMS xabarnoma bormi? Shubhali qo'ng'iroq bo'lsa kimga aytadi? Bularni kelishib oling. 8-qadam. Har qanday ariza va murojaatning nusxasini saqlang. Agar idoraga ariza topshirsangiz, qabul qilingan sanasi va raqami bo'lishiga e'tibor bering. Elektron murojaat qilsangiz, tasdiqlovchi xabarni saqlab qo'ying. Keyin murojaat qilgan edim deganda qo'lingizda dalil bo'ladi. Bu oddiy, lekin juda muhim huquqiy madaniyat. Yana bir amaliy maslahat, pensioner yolg'iz yashasa, yaqin qo'shni yoki qarindosh bilan favqulodda aloqa tartibini kelishib qo'ysin. Masalan, pensiya tushgan kuni katta summani uyda saqlamaslik, bankomatdan pul yechganda yolg'iz bormaslik. Begona odamga bugun pensiyamni oldim deb aytmaslik kerak. Afsuski, keksalarni nishonga oladigan mayda firibgarlar ham bor. Kimdir kommunal to'lovingizni to'lab beraman deydi. Kimdir arzon dori olib beraman deydi. Kimdir hujjatingizni tezlashtirib beraman deydi. Har qanday pul berishdan oldin tekshiring. Agar sizga haqiqatan ham qo'shimcha ijtimoiy yordam, kompensatsiya yoki imtiyoz kerak bo'lsa, mahalla tuman hokimligi, ijtimoiy himoya organlari yoki davlat xizmatlari markazidan rasmiy ma'lumot oling. Kimdir pul evaziga qilib beradi degan gaplarga ehtiyot bo'ling.
rasmiy xizmatlarning ko'pi aniq tartib asosida ko'rsatiladi. Agar to'lov bo'lsa ham, u kassaga yoki rasmiy tizimga to'lanadi. Hech qachon begona odamning kartasiga yuborilmaydi. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Pensiya masalasida o'zingizni ojiz his qilmang. Siz yillar davomida ishlagansiz, soliq to'lagansiz, jamiyatga foyda bergansiz. Pensiya sizga minnat sifatida emas, huquq sifatida beriladi. Shuning uchun savol berishdan, tekshirtirishdan, yozma javob talab qilishdan uyalmang. Oddiy, xotirjam hurmat bilan murojaat qiling, lekin huquqingizni biling. Bugungi asosiy xulosa shuki, barcha pensionerlar zudlik bilan o'z pensiya to'lovlari, bank kartasi, telefon raqami, hujjatlari va ish staji bo'yicha ma'lumotlarini nazorat qilishi kerak. Pensiya tushayotgan bo'lsa ham, bu hamma narsa ideal degani emas. Shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmang. SMS kodni hech kimga aytmang. Hujjatlaringizni tartibga keltiring. Kerak bo'lsa, rasmiy idoraga yozma murojaat qiling. Bir kunlik e'tibor sizni o'ylab davom etadigan muammo va katta moddiy zarar saqlab qolishi mumkin. Agar sizda pensiya kechikishi, qayta hisoblash, karta xavfsizligi yoki hujjatlar bo'yicha savol bo'lsa, fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Boshqa pensionerlar ham o'z tajribasidan foyda olishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta ota-onangiz, qo'shnilaringiz, tanish pensionerlarga yuboring. Chunki bu mavzu har bir oilaga tegishli va vaqtida ogoh bo'lish juda muhim.